Birinchi masala. Stronsiy OH dan X dona, pirofosfat kislota qoldig'idan Y dona. Stronsiy gidroksidini ko'rinib turibdi, OH ikkita bo'ladi, lekin hozir bu yerda bitta. Demak, buni valentligi 1. Demak, Y ning soni 1. Pirofosfat kislotaning 4 ta vodorodi bo'lishi kerak edi, hozir yo'q. Demak, buni valentligi 4. Demak, X ning soni 4. Mana shunga binoan atomlar sonini toping degan. Stronsiy, kislorod, vodorod. Demak, bittadan 3 ta. Ko'paygan 4. Mana bu 4. 12. Keyingi qavs. 2 ta fosfor, 7 ta kislorod. Jami 9 ta atom ko'paygan 1 ga. 9. Demak, jami atomlar sonini so'ragan. 12 ga 9 ni qo'shamiz. 12 plus 9 barobar 21. B javob.